Akalar, bu Li 9 mi, Li 8 mi bilganlar kommentariyada qoldirib qo'ying. Li 9 bilan Li 8 ning farqini bilganlar ham qoldirib qo'ysana bo'laveradi. Menimcha bir qarashda hamma Li 9 deb o'yladi, lekin narxi juda ham shikolat variantga Li 8 topib qo'ydim. 360 kameralari bor, elektron paroglari bor, chiqishini ko'rib turibsiz. Daudchiklari ham bor. Li 8 Pro'si, Li 8 o'zi bilan adashtirib qo'ymaysiz. Mashinaning salon holatlari U7 ning rangidagi salon, panoramalari, lyuklari, xullas cruise control, klimat control hamma narsasi bor, rusifikatsiyasi bo'lgani, xullas hamma qilinadigan ishlar qilib bo'lgan ekan. 23-yil 45 ming probegda. Bu hozir Li 9 olaman desangiz ham 50 ming, 55 ming, 60 mingga qarab ketasiz. Menimcha Li 8 ni bosib o'rsangiz ham hech kim bilmaydi. Li 8 mi, Li 9 mi bir xil turadi. Mashinaning rangi juda ham neobычный rang ekan. Bunaqa Li 8 Pro'larni o'tkazib yubormaslik uchun podpiska tashlamagan bo'lsangiz tashlab qo'ying va like bosib qo'ying. 47 ming 700 ga buni narxini kelishib qo'ydik, bemalol bosib yuborsangiz bo'ladi.